Richard Templerning Boy pulush qoidalari kitobi haqida Booktuber. Boy pulush qoidalari bu mashhur yozuvchi Richard Templer tomonidan yozilgan motivatsion va amaliy qo'llanma bo'lib, boylikka erishish yo'lida oddiy, lekin muhim qoidalarni tushuntirib beradi. Bu asarda boylik faqat pul emas, balki fikrlash tarzi, odatlar va qarorlar natijasi ekanligi ta'kidlanadi. Muallif murakkab nazariyalarni emas, balki hayotda qo'llash mumkin bo'lgan aniq qoidalarni belgilab beradi. Bu kitob yoshlar, tadbirkorlikka qiziqqanlar yoki moliyaviy savodxonligini oshirmoqchi bo'lganlar uchun juda foydali. Undagi qoidalar oddiy hayotiy misollar bilan tushuntirilgan.